Hayotga qaytardi dedingizmi? Meni hayotga qaytardi. Haqiqatan Vasiyat qiluvdim dedingiz. Vasiyat qilib boboyimga o'laman endi baribir Saxirdan ketayotganman dedimda, endi hech qanday jonim qolmadi bolam. 7 yil Saxir bo'lgan edim. Shuni qiyinchilikdan qutuldim. Tashqariga ko'p chiqish, og'iz qurish, holsizlanish, birovga oldiga bormaslik, hech narsa yoqmay qolgan edi. Oyog'ingiz og'rirdi? Yaxlaydi. Yaxlab ketaydi, muzlaydi, oyog'im og'riydi, qaqshaydi. 22 ga chiqqan edi. 22, 17, 16 dan past yurmadim bolam. Mana endi Xudoga shukr hamma asoratlardan qutulib yaxshi yuribman. Bunga sabab qilib mana xolamiz Zenso diabetni ko'rsatishyapti. Xolamiz 7 yillik Saxir edi ekan. Xolamiz Samarqand viloyati Urgut tumani Mo'minobod qishlog'idan ekan. Ikkilanayotganlar bo'lsa yoki ishonmaganlar bo'lsa, uyimga kelib ham so'rashinglar mumkin deyishyapti. Uyimga kelsin, so'rasa ham mayli, men ko'rsataman. Mehmon qilib, dasturxon tuzab, mana tog'amiz bilan kutib olishdi. Meni hayotga qaytardi dedingizmi? Meni hayotga qaytardi. Haqiqatan vasiyat qiluvdim dedingiz. Vasiyat qilib boboyimga o'laman endi baribir Saxirdan ketayotganman dedimda, endi hech qanday jonim qolmadi bolam. Keyin mana shu istab diabetda ishdim, mana zinsiya diabetga ham o'tdim. Zinsiya diabet undan ham zo'r ekan. Ikkilanayotganlar nima qilsin? Ikkilanayotgan hech ikkilamay olsin. Chunki o'zini hayotiga yaxshi-da. Yaxshi bo'lib ketadi Saxirlar. Bu haqida to'liq ma'lumot olish uchun mana 55 kodi bilan 503 0505 raqamiga qo'ng'iroq qilishsa, operatorlar to'liq ma'lumot berishadi va istalgan O'zbekistonning nuqtasiga bepul yetkazib berishadi.